Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyodagi kun tartibida bo'layotgan xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. İlgirki musobaqalarda raqiblarini yengib, xo'riki yo'g'inab ketgan Xitoy mahir Li Jingliangni birinchi maydonda ig'ir mag'lub qildi. Menga Brock Lesnarni elib kelinglar deganlarini bildirdi. Brock Lesnar bo'lsa Amerikalik sobiq erkin mushlash dunyo chempioni. Hamza musobaqa boshlanib qisqa vaqt ichida Li Jingliangni belidan tutqunicha egiz ko'tarib yerga yiqitdi va uning qayta o'rnidan turishiga fursat bermay, beshiga to'xtamay qattiq urdi. Oxirida Hamzaning qo'llari orasida gelidan bo'g'ilgan Li Jing bilan yuqumlanib, ko'p qatim doktorxonada davolanganligi sababli 13 oydan beri tunji qatim musobaqaga tushgan Hamza Chimayev dunyoda 11-chi o'rinda turadigan ig'irlik ko'tarish mahiri Li Jingliangni ig'ir mag'lub qilish bilan UFC hayotini qayta boshladi. Malayziya Tashqi ishlar ministri vakili Sharq Turkiston tashkilotlar birligini ziyorat qildi. Malayziya Tashqi ishlar ministri Afg'oniston alohida vakili Islom birligi va Malayziya akademiyasi Ma'rifat tashkiloti vadahning raisi professor Ahmad Azzam Abdurahmon yetakchiligidagi bir hay'at 30 oktyabr Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligini ziyorat qildi. Professorni Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatullo O'g'izxon, Sharq Turkiston ulamolar birligi raisi Dr. Ataulloh Shahyor, Sharq Turkiston axborot va media jamiyati raisi Abdulvaris Abdulxoliq, Sutuqbog'raxon ilm va madaniyat vaqfi raisi Dr. Abduxoliq Uyg'ur, Ko'kay insoniy yordam jamiyatining raisi Abdurahim Azizo'g'li, Sharq Turkiston yangi nasl harakati raisi Abdusalom Taklimakan, Yira Uyg'ur maktabining mudiri Loqmanjon, Sharq Turkiston Nuzugum kultur va oila jamiyati raisi Munavvar O'z Uyg'ur xonim qatorliq tashkilot rahbarlari kutib oldi. Ziyorat jarayonida professorga Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyat ahvoli, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan insoniyatga hamda islom va musulmonlarga qarshi jinoiy qilmishlari tunishtirildi. Shundaqla Sharq Turkiston davosining muhojiratdagi hamda Turkiyadagi taraqqiyot ahvoli haqida umumiy ma'lumot berildi. Ziyorat jarayonida yana navbatdagi Sharq Turkiston masalasi, Sharq Turkiston mustaqillik davosida duch kelayotgan krizislar va uni hal qilish choralari muzokara qilindi. Shundaqla bu masalalarda o'zaro hamkorlashish temasida fikr birligi hosil qilindi. Xitoyning atalmish qo'shmoq tuqqan siyosati davomlashmoqda. Atalmish Abnum rayonlik 10-qatimliq partiya qurultiyiga qatnashgan Sharq Turkistonning har qaysi joylaridan kelgan qo'rchoq amaldorlar yurtlariga qaytgandan keyin asosiy qatlamdagi atalmish qo'shmoq tuqqan nomida majburiy chetilgan oilalargacha kirib tashviq qilgan. Tangritog' to'rining 29 oktyabrdagi xabarda bildirilishicha, Qashqar shaharlik JX idorasi Nazarbog' soqchixonasi partiya bosh yachaykisining sekretari Tao Yongsheng atalmish Abnum rayonlik 10-qatimliq partiya qurultiyining ruhini tashviq qilish nomida kanit aholilarining uylarigacha orlab kirib Xitoy kommunistlarining tashviqotini qilgan. Xabarda yana 26 oktyabr atigandala Tao Yongsheng soqchi formasini kiyib, tuqquni Tojigul Yusufning uyiga kirdi deyilgan. Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, Xitoy majburiy yo'lga qo'ygan atalmish qo'shmoq tuqqan siyosatini hali ham davomlashtirib, Sharq Turkiston xalqining uylariga kirib nazorat qilgan. Xabarda yana Nazarbog' bozori Qashqar shahrining shahar yezi tutashgan joyiga joylashgan bo'lib, Xitoy kommunistlari oilalargacha kirib, kommunizm ideyasini tashviq qilish bilan birga Uyg'urlarning uylarida nazorat qilayotganligi ma'lum bo'lgan. Xabarda oshkorlanishicha, Nazarbog' soqchixonasidagi soqchilar va yordamchi soqchilar doim oilalarga usib kirib, tabalik rayonidagi aholilarni kuzatgan. Ular bu bir yil ichida jami 970 qatimdan ortiq Uyg'urlarning uylariga kirib nazorat qilgan. Kuzatuvchilar Xitoy oldingi yillari xalqaro jamiyatning besimi sababli atalmish qo'shmoq tuqqan siyosatini amaldan qoldirganligini, lagerdagi ko'p sonli kishilarni qo'yib berganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, amaliyotda atalmish qo'shmoq tuqqan terror siyosatini hali ham davomlashtirib kelayotganligini, Xitoy e'lon qilgan atalmish texnik tarbiyalash markazi lagerlaridagi tutqunlarning qo'yib berilganligi haqidagi tashviqotning xalqaro jamiyatni aldashdan boshqa narsa emasligini bildirishmoqda. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Litvaniyaga tahdid soldi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Litvaniyaning Tayvan bilan o'zaro vakolatxona ta'sis qilganligini jakarlaganligiga qarshi Xitoy Tashqi ishlar ministrligi organ to'rining 31 oktyabrdagi xabarda bildirilishicha, yaqinda Yevropa kengashining raisi va Yevropa ittifoqi komitetining raisi
Yevropa parlamenti va Yevropa ittifoqi davlatlari parlamentining qisman a'zolari birlashib, Litvaniyaning Tayvan bilan o'zaro vakolatxona ta'sis qilganligini jakarlaganligi to'g'risida Xitoyning tahdidiga uchraganligi va buningga ko'ngil bo'ladiganligini bildirgan. Hamda bu Litvaniyaning Tayvan bilan o'zaro vakolat o'rni ta'sis qilishining Yevropa ittifoqining bir Xitoy siyosatiga xilof emasligini, Xitoyning Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarga qaratilgan besimini qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini bildirgan. Xitoy Yevropa ittifoqiga norozilik bildirib, bir Xitoy prinsipi xalqaro jamiyatning umumyuzlik o'rtaq to'nishi, shundaqla Xitoyning barliq davlatlar bilan bo'lgan munosabatni taraqqiy qildirishining siyosiy asosi. Biz diplomatik munosabat o'rnatgan davlatlarning Tayvan doiralari bilan hukumat aloqasi qilishiga qat'iy qarshi turamiz deb bildirgan. Xitoy bayonotida yana Litvaniya hukumatini Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatganda bergan siyosiy va'dasi ching turishga, shundaqla to'ldirib olg'ili bo'lmaydigan xato qaror chiqarmaslikqa, Yevropa tarafni Xitoy-Yevropa munosabatining sog'lom taraqqiy qilishiga qarshilik qilishning oldini olishga chaqirgan. Xitoy Turkiyani bojda e'tibor qiladigan davlatlar qatoridan chiqarib o'tdi. Xitoy Tamojna bosh idorasi kelar oydan boshlab Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar va boshqa davlatlarga eksport qilinadigan tovarlarga boj e'tibor qilish GSP guvohnomasi chiqarib bermaydiganligini e'lon qildi. Xitoy xalq to'rining 28-oktyabrdagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Tamojna bosh idorasi yaqinda Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar Angliya, Kanada, Turkiya, Ukraina va boshqa davlatlarga eksport qilinadigan mahsulotlarga GSP guvohnomasi chiqarmaslik to'g'risida uqtirish tarqatgan. Xitoy Tamojna boshqarishdagi umumiy e'tibor tuzumiga asoslanganda 2021-yil 12-oyning 1-kunidan boshlab Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar Angliya, Kanada, Turkiya, Ukraina qatorliq davlatlarga e'tibor bahodagi to'liqlama berilmaydi ekan. Xitoy Tamojnasi buningdan keyin GSP guvohnomasi chiqarmaydi ekan. Agar yuqorida tilga elingan davlatlarga eksport qilingan mal to'shig'ichi guvohnomaga ehtiyojli bo'lsa, bu vaqtda iltimos sunsa bo'ladi ekan. Ma'lum bo'lishicha, mahsulot eksportining tamojna bo'yicha e'tibor berish tuzumidan bahramand bo'ladigan rasmiy hujjat GSP deb ataladigan bo'lib, yaqinqi yillardan buyon Xitoy iqtisodining muqim taraqqiy qilishi va xalqaro savdodagi o'rnining ko'rinarli eshishiga ergashib, ko'p davlatlar Xitoy bahramand bo'layotgan GSPni amaldan qoldirganligini e'lon qilgan. Buningdan keyin Xitoy eksport mahsulotlari GSP guvohnomasi bilan tamojna bo'yicha e'tibor berish qoidasidan bahramand bo'la olmaydi ekan. Shuningdek, Xitoymi aloqador davlatlarni bahramand qilayotgan GSP guvohnomasi berishni tadrijiy to'xtatgan. Bildirilishicha, Xitoy 2021-yil 10-oyning 12-kunidan boshlab Rossiya, Qozog'iston va Belorussiyaga eksport qilingan tovarlar Yevroasiyo iqtisodiy ittifoqining a'zolari uchun GSPning e'tibor berish guvohnomasini tarqatmaydi ekan. 2021-yil 12-oyning 1-kunidan boshlab Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar Angliya, Kanada, Turkiya, Ukraina qatorliq davlatlarga eksport qilingan tovarlarga GSP guvohnomasi tarqatmaydi ekan. Shveysariya, Yangi Zelandiya, Avstraliya va boshqa GSP davlatlari Xitoy bilan ikki taraflik erkin savdo kelishimi imzolagan bo'lib, bu davlatlarga eksport qilingan tovarlar kelishimdagi belgilam bo'yicha erkin savdo kelishimining e'tibor berish guvohnomasini iltimos qilsa bo'ladi ekan. Norvegiya, Avstraliya va Yangi Zelandiyaga eksport qilingan mahsulotlar GSPning guvohnomasidan davomli bahramand bo'lsa bo'ladi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy o'z oldiga erkin savdo rayoni qurib chiqqan bo'lib, mazkur qurilmadan foydalanib, Xitoy bilan ikki taraflik erkin savdo kelishimi imzolagan davlat va rayonlarni moyil qilish maqsadida mahsulot eksport qiladi ekan. Tamojna bejini tövallatish, hatto 0 darajada tamojna bejidan bahramand qilishni planlagan. Kuzatuvchilar Xitoyning atalmish erkin savdo rayoni qoidasi bilan boshqa davlatlarga yamchuk tashlab, manfaat berish orqali o'ziga jalb qilishga urinayotganligini, shu orqali xalqarodagi Xitoyga qarshi kuchlarni parchalashga, Turkiyani e'tibor beriladigan davlatlar qatoridan chiqarish orqali Xitoy o'tirg'a qo'ygan atalmish erkin savdo rayoniga kelishga majburlashni planlayotganligini bildirishmoqda. Çavuşoğlu Ukraina ishlatgan qurolliq uchquchisiz aeroplan uchun Turkiyani ayblashga bo'lmaydiganligini bildirdi. Tashqi ishlar ministri Mavlut Çavuşoğlu Ukraina ishlatgan qurolliq uchquchisiz aeroplanning Turkiyada ishlab chiqarilgan bo'lishi mumkinligini, lekin uni ishlatish Ukrainaga tava ekanligini va bu vajidan Turkiyani ayblashga bo'lmaydiganligini aytdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, G20 davlatlar guruhi boshliqlari yig'iniga qatnashish uchun Rimda Prezident Erdo'g'an bilan birlikda uchrashishda bo'lgan tashqi ishlar ministri Mavlut Çavuşoğlu Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishdi. Uchrashishdan keyin Mavlut Çavuşoğlu Turkiya va Rossiya matbuotlariga bayonot e'lon qildi. Mavlut Çavuşoğlu Rossiya muxbirining Donbassda Turkiyada ishlab chiqarilgan uchquchsiz aeroplanning ishlatilishiga aloqador savoliga javob berib,
Ukraina ishlatgan qurolliq uchquchisiz aeroplanlarning Turkiyada ishlab chiqarilgan bo'lishi mumkinligini, lekin uni ishlatish Ukrainaga tava ekanligini va bu vajidan Turkiyani ayblashga bo'lmaydiganligini aytdi. Ministr Çavuşoğlu terrorlikqa qarshi kurash jarayonida Turkiyaning o'xshamagan davlatlardan kelgan har xil qurollarga duch kelganligini ta'kidlab, terrorlikqa qarshi kurashimizda biz Rossiyani o'z ichiga olgan o'xshamagan davlatlardan kelgan har xil qurollarga duch kelamiz. Biz hargizmo Rossiyani ayblamaymiz. Ukraina bizning ismimizni ishlatishni to'xtatishi kerak dedi. Albaniya Kosovo bilan birlashishi mumkinligini bildirdi. Albaniya bosh ministri Edi Rama agar Albaniya Yevropa ittifoqiga a'zo bo'la olmasa, Kosovo bilan birlashish ehtimolligining yuqori ekanligini aytdi. Turkiya ovozi radiosi xabarda bildirilishicha, Albaniya bosh ministri Edi Rama Germaniya taratqullarining ziyoratini qabul qilib, Yevropa ittifoqining G'arbiy Balqon siyosatiga aloqador savollarga javob berdi. Edi Rama Kosovo bilan birlashish mumkinchiligini tilga olib, Yevropa ittifoqiga a'zo bo'la olmagan taqdirda buning ehtimolligi texmi yuqori bo'ladiganligini aytdi. Balqon rayonida chegara o'zgarishi masalasi Sloveniya bosh ministri Janis Jansha tomonidan tayyorlanganligi ilgari surilgan maxfiy loyiha bilan qaytadan kun tartibga kelgan edi. Yevropa ittifoqi komiteti tomonidan mavjudligi rad qilingan mazkur hujjatda Shimoliy Makedoniya va Kosovoning bir qismini Albaniya bilan birlashtirish plani borligi ilgari surilgan edi. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. Ətiki xəbərimizi görüşkücə sizlərni Cənab-ı Allah tapşırırıq. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxasındakı barlıq xidmətdaşlarıma köpdən köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmetullah.